hemos declarado dentro del grupo de países no alineados, a pesar de ser marxistas-leninistas. Argentinaning Rosario shahrida Ernesto Guevara Lynch va Celia de la Serna La Luz oilasida Ernesto Guevara dunyoga keladi. Sarguzashtlarga boy, tinimsiz sayohat, inqilobiy o'zgarishlarda liderlik qilish va qo'zg'olonlarning ramziga aylanish bu go'dakning peshonasiga bitilgan taqdir edi. Ernesto 5 ta farzandning to'ng'ichi edi. Uning nasl nasabi oliy tabaqali va katta yerlarga egalik qiladigan irlandiyalik va ispaniyaliklarga borib taqaladi. Bolaligidan Ernesto kambag'allarga nisbatan mehribon bo'lib o'sadi. Uning oilasi so'lchilar bo'lganligi sabablimi, Ernesto bolaligidan turli siyosiy qarashlari bilan tanish edi. Yoshligida u hasharotlarga qarshi ishlatiladigan insektitsidlar savdosi bilan shug'ullanishni niyat qiladi. Ammo unda astma kasalligi aniqlangan ekan, kimyoviy unsurlar uning sog'lig'iga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Astma uni umrining oxirigacha ta'qib qilsa-da, suzuvchi, futbolchi, golfchi va o'q otuvchi hamda velosipedchi sifatida o'zini yaxshi ko'rsata oladi. Guevara o'tkir zakovat egasi bo'lgan. Shaxmat o'yini bo'yicha musobaqalarda ishtirok etadi, she'riyat olami bilan ham juda yaqin tanishadi. Pablo Neruda, John Keats, Antonio Machado, Federico Garcia Lorca kabi ko'plab shoirlarning asarlarini sevib o'qiydi. Uning uyida 3000 ga yaqin kitoblar bo'lgan va Karl Marx, William Faulkner, Andre Gide, Emilio Salgari va men yoqtirgan yozuvchi Jules Verne asarlarini qayta-qayta o'qiydi. Falsafa, matematika, injeneriya, politologiya, sotsiologiya, tarix va arxeologiya uning sevgan fanlariga aylanadi. (1948-yilda qahramonimiz Buenos Aires universitetiga tibbiyot yo'nalishi bo'yicha o'qishga kiradi. O'sha yillarda Guevarada dunyoni o'rganishga bo'lgan zavqi uni ikkita introspektiv sayohatga undaydi. Introspektiv degani inson o'zining faoliyatini chuqur o'rganishiga aytiladi. O'rganuvchi o'z tuyg'u va hissiyotlarini, voqealarga nisbatan reaksiyalarini kuzatadi, ichki dunyosiga e'tibor qaratadi. Sayohat qahramonimizning o'ziga va Lotin Amerika iqtisodiy sharoitiga nisbatan shakllangan dunyo qarashini tubdan o'zgartiradi. Birinchi sayohatida Guevara Shimoliy Argentinaning qishloqlari bo'ylab 4500 kilometrlik yo'lni velosipedda yolg'iz bosib o'tadi. 1551-yilda 9 oy davom etgan ikkinchi ekspeditsiyasida Guevara mototsiklda Janubiy Amerika bo'ylab 8000 kilometrlik sayohat uyushtiradi. Ushbu sayohati uchun u o'qishidan 1 yillik ta'til so'rab do'sti Alberto Granado bilan yo'lga chiqadi va rejaning so'nggi bosqichida ular Peruda mahov kasalligi bo'yicha volontyorlik qilishlari kerak edi. Chilida u shaxtyorlarning mehnat sharoitlarini ko'rib g'azablanadi. Machu Picchuda qishloqlardagi qashshoq dehqon fermerlarni uchratib hayron qoladi. Ular ishlov berayotgan yerlar kattaroq mulkdorlarga tegishli edi. Sayohat davomida Guevara ispancha so'zlashuvchi Amerika mamlakatlari birlashishi kerakligi xulosasiga keladi. Argentinaga qaytib kelgan u o'qishini tugatib, tibbiyot sohasida o'z ilmiy darajasiga erishadi. Kapitalistik kompaniyalarning daromad olish tizimidan norozi bo'lib yurgan va Stalin nomi bilan ont ichib, ularni yo'q qilish yo'lida kurashishga qasamyod qilgan Guevara Gvatemalaga tashrif buyuradi. Bu davrlarda Gvatemalada Jacobo Arbenz demokratik yo'l bilan prezident etib saylangan edi. U o'zining yer islohotlarini boshlab yuborgan va ishlov berilmayotgan katta yerlarni qaytarib olib, yersiz dehqonlarga taqsimlab berayotgan edi. Bunday islohotlar dastidan United Fruit Company katta zarar ko'radi. Bu kabi siyosiy kursdan ko'ngli to'lgan Ernesto Guevara Gvatemalada qolishga qaror qiladi. Aynan shu vaqtlarda Ernesto Che, o'rtoq, yigit, hey degan ma'noni beruvchi so'z birikmasini o'ziga taxallus qilib oladi. Ernesto Che Guevara. AQShning ko'magi bilan Arbenzning raqibi Carlos Castillo Armas hokimiyatga keladi va harbiy xunta o'rnatadi. Carlos Armas qishloq xo'jaligidagi islohotlarni bekor qiladi, kommunistlarni qamashni boshlaydi. Che Guevara ham mamlakatni tark etadi. Amerika Qo'shma Shtatlari haqidagi Guevaraning salbiy tasavvuri yanada keskinlashadi.
1954-yilda Gevara Mexikoga kelib, bolalar kasalxonasida allergologik bo'limda faoliyat yuritadi. 1955-yilda u avvaliga Raul Castro bilan va u orqali keyinchalik Fidel Castro bilan ham tanishadi. Fidel Castroning 26-iyul harakati nomli inqilobiy tashkilotiga a'zo bo'ladi. Che Guevara Castroning tashkilotiga harbiy vrach sifatida qo'shilgan bo'lsa-da, harakat a'zolari bilan yelkama-yelka turib harbiy tayyorgarlikni o'taydi. Partizan urushlarining ur va qoch taktikasini o'rganadi. Tog'lar bo'ylab 15 soatlik marshrutlarda ishtirok etadi. Pistirma qo'yish va zudlik bilan chekinish amaliyotlarini mukammal o'rganadi. Kubani ozod etish rejasidan biroz oldin 15-sentyabr 1955-yilda Meksikada Guevara Hilda ismli ayolga uylanadi. 25-noyabr 1956-yilda inqilobchilar yaxtada Meksikadan Kubaga jo'naydi. Kuba prezidenti Batistaning harbiylari ularni o'qqa tutadi. 22 ga yaqin omon qolgan inqilobchilar Sierra Maestro tog'larining ichiga yashirinadi. Bu yerda ular yana boshqa inqilobchi Frank Paisdan ko'mak so'raydi. Sierra Maestroda Guevara ko'radiki, bu yerlarda na maktab, na elektroenergiya va oddiygina tibbiyot muassasalari ham yo'q edi. Katta yoshli odamlarning 40% savodsiz. Guevara granatalar ishlab chiqaruvchi fabrikalar, non pishiruvchi pechlar va o'qish yozishni o'rgatadigan maktablarni tashkil qiladi. Qolaversa, Che tibbiy klinikalarga asos solib, harbiy taktikani o'rgatadigan tashkilotlar va ma'lumot tarqatish uchun gazetalarni yaratadi. Time jurnali unga Castroning miyasi deb nom beradi. Guevara komandante lavozimigacha ko'tariladi. Ernesto lavozim bo'yicha Castrodan keyingi ikkinchi o'rinni egallagach, kuchli intizom tarafdoriga aylanib, dezertirlarni xoinlikda ayblab, otishga hukm qiladi. Qo'zg'olonni bostirish maqsadida Kuba hukumatı ham hammani qo'rqitib qo'yish uchun isyonchilarni qatl etishni boshlaydi. 1958-yilda Batista tomonidan amalga oshirilayotgan shafqatsizliklarni to'xtatish uchun Amerika Qo'shma Shtatlari Kuba hukumatiga qurol-yarog' sotishga chek qo'yadi. Iyul oyida Las Mercedesda bo'lib o'tgan jangda Guevara hal etuvchi rolni ijro etadi va 1500 ga yaqin Batistaning harbiylarini to'xtatishga muvaffaq bo'ladi. O'sha yilning dekabr oyida Guevara qator taktik g'alabalarni qo'lga kiritadi. Yangi yil bayramida Guevara Santa Clarani to'liq egallaydi. 1-yanvar 1959-yilning tungi soat 3-da Fulgencio Batista boyliklarini samolyotga ortib, mamlakatni tashlab Dominika Respublikasiga qochadi. Bir kun o'tib Guevara mamlakat poytaxti Gavanaga kirib keladi. Biroz o'tib Fidel Castro ham Gavanaga yetib keladi. Kubadagi inqilob muvaffaqiyatli yakunlanadi. La Cabana qamoqxonasining komandiri etib tayinlangan Guevara Fidel Castroning siyosiy dushmanlarini qatl etishni boshlaydi. Sababi Batistaning odamlari tomonidan minglab beayb insonlar o'ldirilgan edi. Fevral oyida Che Guevaraga Kuba fuqaroligi beriladi. May oyida qishloq xo'jaligida islohotlar o'tkazish bo'yicha qonun ishlab chiqiladi. Ko'p o'tmay Guevara Aleida March bilan ikkinchi nikohini rasmiylashtiradi. Che Guevara Bandung paktini imzolagan mamlakatlarga safar qiladi. Safardan qaytib kelgach, sanoat vaziri lavozimini egallab turgan Che Guevaraga qo'shimcha tarzda moliya vaziri va Milliy bank prezidenti lavozimlari beriladi. 4-mart 1960-yilda Belgiyadan olib kelinayotgan qurol-yarog' Gavana harborida portlab ketadi. 76 ta odam vafot etadi. Guevara voqeada Markaziy razvedka boshqarmasini ayblaydi. Kelasi kuni davlat tomonidan dafn marosimi o'tkaziladi. Aynan shu marosimda kubalik fotograf Alberto Korda Guevaraning mashhur suratini oladi. Qahramon partizan surati. Sanoat vaziri etib tayinlangan Guevara boshchiligida yerlarni qayta taqsimlash ishlari boshlanadi. Tortib olingan yerlar orasida Qo'shma Shtatlarning kompaniyalariga tegishli yerlar ham bo'lgan. Bunga javoban Qo'shma Shtatlar Kubadan xarid qilinadigan shakarni keskin qisqartiradi.
Fuqarolar savodxonligi haqida chin dildan qayg'urgan Ernesto 1961-yilni ta'lim yili deb e'lon qilish tashabbusi bilan chiqadi. Maktab qurish, yangi pedagoglarni tayyorlash va savodsiz aholini o'qish va yozishga o'rgatish maqsadida 100 mingga yaqin ko'ngillilar qishloq joylarga jo'natiladi. Aholining savodxonlik ko'rsatkichi 60% dan 96% gacha ko'tariladi. Bundan tashqari Gevara oliy ta'lim sohasiga ham e'tibor qaratib, ta'lim olish endilikda nafaqat oq tanlilar uchun, balki qora tanli, mulatlar va oddiy ishchi dehqonlar uchun ham o'z eshiklarini ochishini e'lon qiladi. Marksizm-leninizmning ashaddiy tarafdori bo'lgan Che Gevara ijtimoiy tengsizlikka barham berishni istaydi. Bunda fuqarolar tafakkuridagi qadriyatlarni o'zgartirish kerakligini ta'kidlaydi. Uning tasavvuridagi ideal inson yangi odam, hamkorlikka ochiq, bo'ysunuvchi, mehnatsevar, gender borasida teng, sotilmaydigan, moddiyatga qarshi va aksil imperialist bo'lishi kerak edi. Kapitalizm uning nazarida bo'rilar musobaqasiga o'xshash bo'lib, kimningdir mag'lubiyati hisobiga g'olib keladi. G'arb davlatlari bilan savdo aloqalarini qo'ldan chiqargan Gevara Sharqiy blok mamlakatlari bilan aloqalarni yo'lga qo'yish istagida 1960-yil Sharqiy Germaniya, Chexoslovakiya, Vengriya, Sovet ittifoqi va Shimoliy Koreyaga tashrif buyuradi. Sharqiy Berlinda savdo bo'yicha kelishuvlarni imzolaydi. 1961-yilda Qo'shma Shtatlar tomonidan tayyorlangan 1400 ta kubalik emigrantlar Kubaga kirib keladi. Mazkur harbiy harakatlarda Gevara ishtirok etmaydi. Sababi bir kun oldin Pinar del Rio qirg'oqlarida chalg'ituvchi bostirib kirish harakati uyushtirilgan ekan, Gevara u yerga jo'natilgan edi. Shunga qaramasdan g'alaba Gevara sababli qo'lga kiritilgan deyiladi. Negaki Che inqilobiy qurollangan kuchlarni tarbiyalagan edi. Bosqinchilik inqilob ruhini yanada kuchaytiradi. O'sha yilning o'zida Gevara kelajak avlod uchun o'zining eng mashhur xabarini yozib qoldiradi. Kelajak avlod, mabodo sizlar biror bir mavzuda bilim yoki ma'lumot olsangiz, erinmasdan like va obuna tugmasini bosib qo'ying. Bunday amal mehnatga rahmat aytishning eng chiroyli ko'rinishidir. Che Gevara 1961-yil. Ammo bu maktubni olimlar hozirgacha topolgani yo'q. Qabul qilingan 4 yillik reja doirasida mamlakat iqtisodiyoti yiliga 10% ga o'sishi kerak edi. Shakar ishlab chiqarish qisqartirilib, qishloq xo'jaligi sohasida diversifikatsiya, ya'ni xilma-xillikka erishish hamda sanoatlashtirishni kuchaytirish belgilanadi. Ammo bir yil o'tib Gevara mazkur iqtisodiy reja muvaffaqiyatsizlikka uchraganini tan oladi. Mamlakat oziq-ovqatni talon orqali tarqatish tizimiga o'tishga majbur bo'ladi. Oziq-ovqat ishlab chiqarish aholi jon boshiga solishtirilganda 3 yil ketma-ket 40% lik pasayishni saqlab turadi. Karib inqiroziga sabab bo'lgan SSSRning yadroviy ballistik raketalarini Kubaga yetkazishda ham Gevara ahamiyatli rolni o'ynaydi. Ammo Amerika Qo'shma Shtatlari va Sovet ittifoqi raketalarni Kubadan olib chiqib ketishga o'zaro kelishib olgach, Gevara SSSRni ham AQSh bilan bir qatorda tanqid qilishni boshlaydi. SSSR o'z strategiyasini amalga oshirish yo'lida Kubadan qo'g'irchoqdek foydalandi deb xafa bo'ladi. Agar Karib inqirozi haqida eslamoqchi bo'lsangiz, kanalimga o'tib bu ziddiyat haqidagi alohida mavzuni ko'rib chiqing, tavsiya qilaman. 1964-yil Kuba delegatsiyasiga boshchilik qilgan Gevara BMTda chiqish qiladi. Janubiy Afrikadagi apartheid siyosatini tanqid qiladi. O'zining qora tanli aholisiga nisbatan AQShning olib borayotgan siyosatini qoralaydi. Nyu-Yorkni tark etib, Gevara dunyo bo'ylab o'zining 3 oylik turnesini boshlaydi. 25 fevral 1965-yilda Gevara Jazoirdagi iqtisodiy seminarda ishtirok etadi. Kubani asosiy moliyalashtiruvchi Sovet ittifoqini bozor iqtisodiyotidan to'liq voz kechmayotganligi uchun tanqid qiladi. Shundan keyin Kubaga qaytib kelgan Che ko'zga ko'rinmay qoladi. Qayerda yashagani sir tutiladi.
Bunga sabab SSSR va kommunistik Xitoy o'rtasida yuz bergan ajralishda Gevara aynan Xitoyni qo'llab-quvvatlaganligi va yoki SSSRni qattiq tanqid qilganligi bo'lishi mumkin. 3-oktyabr 1965-yilda Castro Gevaraning so'nggi xatini ommaga ochiqlaydi. Xatida Gevara bundan buyog'i inqilob uchun kurashishni xorijda davom ettirishini bildirgandi. Allaqachon Afrikaga yetib kelgan Gevara Kongoda yuz berayotgan fuqarolar urushida ishtirok etadi. Simba nomini olgan harakatga boshchilik qiladi. Ammo mahalliy aholining inqilobiy harakatlari samimiy bo'lmaganligi, isyonchilarning rahbarlari esa korrupsiyaga botib qolganligi sababli qo'zg'olon muvaffaqiyatga erishmaydi. Kongoni tark etgan Che Gevara maktub o'qilgandan keyin Kubaga qaytib bora olmasdi. Yevropada qo'nim topgan inqilobchi Boliviyada inqilob o'tkazish uchun tayyorlanadi. Keyinchalik Che Gevara Kubaga yashirincha kelib oilasi bilan ko'rishadi va Castro bilan xayrlashadi. Tashqi qiyofasini o'zgartirgan Che Gevara Amerika davlatlari tashkilotida faoliyat yurituvchi Adolf Men Gonzales nomi bilan Boliviyaga kirib keladi. Nankavasu partizanlariga boshchilik qiladi. Boliviya harbiylari bilan yuz bergan bir nechta to'qnashuvlarda isyonchilar g'olib chiqadi. Ammo Moskvaga sodiq turuvchi mahalliy kommunistlar Che Gevaraga ko'mak ko'rsatmaydi. Boliviya harbiy qo'shinlari kuchsiz bo'lsa-da, AQShning markaziy razvedka boshqarmasi tomonidan qo'llab-quvvatlanardi. Qolaversa Gevara murosaga kelmasdan faqat urush orqali inqilobni boshqarishi xuddi Kongodagidek mahalliy aholini undan yiroqlashtiradi. Uning bunday uslubi Kubada ham kuzatilgan edi, ammo Fidel Castro vaziyatga aralashib, Gevarani biroz tiyib turardi. Natijada Che Gevara savdoshlarini ko'paytira olmaydi. Aksincha, mahalliy aholi inqilobchilar harakatlarini hukumat qo'shinlariga yetkazib turadi. Shunaqa informatorlardan biri Boliviya maxsus kuchlariga Gevara qayerda joylashganligi to'g'risida ma'lumotni yetkazadi. Qisqa davom etgan jangda Che Gevara jarohatlanadi va asirga tushadi. 9-oktyabr 1967-yilda Che Gevara Boliviya prezidenti René Barrientos buyrug'iga asosan praporshik Mario Terán tomonidan 9 marta otilib qatl etiladi. Amerika Qo'shma Shtatlari Che Gevaraning ashaddiy dushmani bo'lishiga qaramasdan maxfiy hujjatlarda Ernestoning qatl etilishini ahmoqona qaror deb baholaydi. 15-oktyabr kuni Fidel Castro Gevaraning o'limini rasman tan oladi va 3 kunlik motam e'lon qiladi. Jasadining surati dunyo bo'ylab tarqalar ekan, yer yuzining turli burchaklarida odamlar uni xotiralab chiqadi. Ernesto Che Gevara adolat uchun kurashuvchi va buyuk inqilobchi ramziga aylanadi. Paragraf 961. Sog' salomat bo'ling.